Mashhurlik cho'qqisida g'oyib bo'lgan yulduzlar. O'zbek san'atkorlari nega sahnani tark etdi? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. San'at olamida yulduz bo'lib, ko'pchilikning e'tiborini qozongan san'atkor va ijodkorlarning ba'zilari mashhurlik cho'qqisida o'z faoliyatini to'xtatib, hayotning boshqa yo'llarini tanlagan. Ularning har biri o'z sabablariga ko'ra san'atdan voz kechgan. Maqolada shunday yulduzlardan bir nechtasini eslaymiz. Aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Indira Bilolova mashhurlik cho'qqisida san'atdan ketgandi. 2017-yili italiyalik erkak unga uylanish uchun islomni qabul qilgan. Indira Romeo va Julietta, Telba, Feride kabi filmlarda suratga tushgan. Uning Sevgi, Sevadi, Dunyo, Aytolmayman hamda Abduvali Rajabov bilan kuylagan Muhabbat qissasi dueti hit bo'lgan. Vaqf xayriya jamoasi fondi direktori Sardor Rahimxon ham sobiq xonanda. Uning asl ismi Sanjar Rahimov. U mashhurlik cho'qqisida san'atni tark etib, hayotida yangi burilish yasadi. Xonanda ko'pgina davlat tadbirlariga qatnashib, konsertlar bergan. O'zbek konsert tomonidan uyushtirilgan bir tadbirga qatnashmagani sababli litsenziyasidan mahrum etilgan. Keyinchalik u shou biznesni tark etganini e'lon qilgan. San'atkorning Ishonmasman, Malikam endi qara, Sanamjon, Narxi qancha mehrni ayting, Faridam kabi qo'shiqlari hit bo'lgan. 2019-yildan xayriya insonparvarlik ishlariga boshchilik qilib kelmoqda. Uning boshchiligida Yurak Amri insonparvarlik loyihasi tashkil etilgan. Vio Marokand guruhidagi Asal ham san'at bilan xayrlashganlardan. U ijodini to'xtatib, hattoki 1.400.000 obunachisi bor Instagram sahifasini ham duetdoshiga qoldirib ketgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Asal oila qurish arafasida shu qarorga kelgan ekan. Guruhning Sevib qoldim, Hamma harakatda, Tanimadingmi kabi qo'shiqlari hit bo'lgan. Aktyor Akbarxo'ja Rasulov ham san'atni tark etgan. Uning kinofilmdagi ilk roli Xo'ja Nasriddin O'yin boshlandi filmi bo'lib, unda epizodlarda ko'rinish bergan. Keyinchalik Yo'qolgan odam, Iblis devori, Poyma-poy, Kechikkan hayot, Sevginator 2, Mendirman Jaloliddin kabi filmlarda rol ijro qilgan. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktrisasi Zilola G'ulomova ham mashhurlikdan voz kechib oddiy hayotni tanlagan. Zilola G'ulomova 2019-yilda Jangovar qaynona teleserialida va 2021-yilda Ayol qasosi filmida bosh rollarda suratga tushdi. Shuningdek, Jumboq 2021-yil, Telba oshiqlar 2019-yil, Soddagina qiz 2013-yil kabi filmlarda ham rollar ijro etgan. Million kulgi jamoasining sobiq a'zosi Mirkomil Musayev bir vaqtlar o'zining sahnadagi hazil mutoyibalari bilan tomoshabinlarning qalbini zabt etgan edi. Ammo u keyinchalik san'atdan chetga chiqib, sahnaga chiqishni to'xtatdi. Ayni paytda u shaxsiy hayotiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Alisher Botirov ham Million kulgi jamoasining mashhur a'zolaridan biri bo'lgan. Uning aktyorlik mahorati ko'plab muxlislar tomonidan e'tirof etilgan, ammo u ham sahnani tark etgan. Uning san'atdan ketishi sabablari aniq aytilmagan bo'lsa-da, hozirda omma orasida kamnomo bo'lib qolgan. Xonanda va aktrisa Madina Mumtoz ham san'atni butunlay tark etgan. U turmush o'rtog'ining talabi bilan faqat ayollar ishtirok etadigan to'ylarda qo'shiq kuylardi, ammo 1 yildan buyon bunday to'ylarda ham ishtirok etmayapti. Madina Mumtozning oshpazlik kurslari onlayn tarzda o'tsa-da, unga talab nihoyatda yuqori. Shu bilan birga uning Osiyo Sulton nomli kelin ko'ylaklar saloni ham bor. Xonanda Sevara o'zbek shou biznesida yonib chiqqan xonandalardan biri edi. Afsuski, uning ijodi uzoqqa cho'zilmadi. U oila qurib, farzandli bo'lgan san'atni tark etdi.
U ayni kunlarda Safina ismli qizalog'ining parvarishi va Maryam nomli internet do'konining faoliyati bilan band. Xonanda Sardor Rahimxonning xayrli loyihalariga bosh qo'shgan hamkasbi Doston Ubaydullayev ham ko'p o'tmay san'atni butunlay tark etdi. Xonanda bilan bog'lanib nimalar bilan bandligiga qiziqdik, ammo u hech qanday tijorat ishi bilan shug'ullanmayotgani va ilm o'rganayotganini ma'lum qildi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan kuylangan Mini yubka 2 qo'shig'i bilan xalqqa tanilgan xonanda Iroda Iraliyeva ham san'atni butunlay tark etgan. Ayni damda u 3 farzandning onasi va go'zal oilaning bekasi hisoblanadi. Sobiq xonanda intervyularining birida uzoq yil befarzand bo'lgani va haq yo'lini tanlagancha Alloh unga o'g'il farzand in'om etgani haqida so'zlab bergandi. U bor e'tiborini ilm o'rganish va farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullanishga sarflayotganini bildirib o'tgan. Qora tun va afsona qo'shiqlari bilan tanilgan xonanda Bonu ham allaqachon san'atni tark etgan. Ayni mashhurlik cho'qqisiga erishganda sud ishi va jiddiy xastaligi bois uning hayoti butunlay o'zgarib ketgan. U sog'aygach mashina va ko'chalarga kichik reklama e'lonlarini tarqatish bilan shug'ullanadigan firmaga ishga kirgan. Hozirda shu firmaning kichik hisobchisi bo'lib faoliyat yuritadi. Bolalik chog'idan katta sahnaga chiqib, Shuhrat Qayyumov, Manzura kabi mashhur ijodkorlar bilan duet kuylashga muvaffaq bo'lgan. Afsuski, u ijodini 2016-yilda yakunlagan. Sherzod Bin taxallusi bilan ijod qilgan komik aktyor Sherzod Saidaliyev ham san'atni butunlay tark etgan. U ayni kunlarda onasi va turmush o'rtog'i bilan birga AQShda istiqomat qiladi. Opa-singillar serialida Diyora rolini ijro etgan Kamola Arslonova ham san'atni butunlay tark etgan. U 8 yildan buyon Turkiyaning Izmir shahrida yashaydi. U Mesut ismli kichik tadbirkorga turmushga chiqqan. Ularning Ahsen ismli qizi bor. Kamola Arslonova qo'l mehnati bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga onlayn dars o'tib, hunarini boshqalarga ham o'rgatadi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.